Hech o'ylab ko'rganmisizlar, nimaga atigi 5% inson boyvachcha, puli bor, sayohat qiladi, xohlagan mashinasini oladi, qolganlar esa yoki kambag'al yoki o'rtacha oilada yashaydi. Nimaga atigi 5% inson tadbirkor, qolganlar esa uni qo'lida ishlaydi, oylikka ishlaydi. Gap katta puldami yoki katta maqsadlar qo'yishdami? Gap tadbirkor bo'lish uchun katta pul kerak degan joyda emas ekan. Nimaga? Chunki men o'zimni biznesimni 1 so'm tikmasdan boshlaganman. Hozir juda zo'r natijaga erishganman. Gap katta pulda emas ekan. Bu bahona. Gap intizomda ekan. Juda ko'p odamlar intizomga rioya qilmas ekan. Juda ko'p insonlar intizom bo'yicha yurmas ekan. Intizomni i harfini ham bilmas ekan, xohlamas ekan va har xil bahonalar topar ekan. O'shaning uchun ularga eng zo'r variant bu kimdir qo'lida ishlasada o'sha tepadagi turgan odam ularga intizom qilib beradi.